8-martga eng zo'r sovg'a bu mazali kaboblar. Jigar, mana qiymalarni qarang. Bitta like bosib qo'ying. Bugun duogo'ylarimizga dastavka qilib jo'natamiz. Negativlar olmasin, bu dastavkaga ketyapti. Hali iftorlik yeyishar ekan. Bog'lar zakaz qilib qo'yishayotgani bu o'chirqlar zakazlar ko'pligi uchun zakaz qilib qo'yishyapti. Chunki zakazimiz juda ham ko'p. Zakaz olib tashlaganimizda hozir buni savoy qilib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yuzimizni yorib qilgan ya Alloh. Qiymalarimiz juda ham mazali va juda ham shirin bo'lsin. Xalqimizga, hamma xalqimizga, barcha duogo'ylarimizga yoqishi uchun harakatdamiz. Mol go'shtlarini qarang mana. Ustoz, men ko'rib oling-chi. Tayyormi ish qilib? Sochning mo'shti degan joydan bo'ldi, qani. Bismillahirrohmanirrohim. Dumbalar sal-sal bo'ladi, mana. Issiq. Bismillahirrohmanirrohim. Alohida qilmasa o'rtadagi dumbalar ezilib ketib qoladi. Shuning uchun alohida chiqazamiz. Mana qarang. Hoppa. Shashini ko'ryapsiz. Ko'rinishni o'zi zo'rligini aytib turadi. Bitta like bosingda, shashini yaxshi ko'radigan duogo'ylarga jo'natib, hammanglarni Sardor kafesida kutib qolamiz. Bugun oilaviy kun. Hammanglar Sardor kafesiga kelinglar, mazza qilib shashlik yeb ketinglar. Biz esa dastavka jo'natib boramiz.